Instagramda ko'pchilik ko'rgan bo'lsa, odamlar 1 milliongacha akkaunt ochtiryapti, amerikanskiy akkaunt, lekin bu umuman arzimaydi. Sababi o'zingizlar ham bemalol ochsanglar bo'ladi amerikanskiy akkauntni oddiy qo'lingizda. Bilamiz, nomer problemasi bo'lyapti. To'liq men sizlarga mana shu videoda amerikanskiy professional akkauntni to'liq ochib ko'rsataman. Mana shu videodan keyin sizlarda hech qanaqa problema bo'lmaydi. Birinchi bo'lib, sizlarda agarda telefon bo'ladigan bo'lsa, Google Chrome ga kirasizlarda, mana bu tepada 3 ta nuqta bor. O'shanga bosib, pastdan desktop versiya bo'ladi. O'shani yoqib qo'ysanglar, meniki bilan bir xil bo'ladi, hech qanaqa muammo emas. Xo'p, keyinchalik qiladigan ishimiz Google Chrome ga kiramizda Gmail deb yozamiz. Gmail deb yozsak, bizda mana bunaqa login parol chiqib keladi, Gmail account. Mana shu joyga kiramiz, sozdat account qilamiz. Bu yerdan sozdat account tugmachasini bosib, delete лишний использовать qilamiz. Bundan tashqari yana sizlarga eslatib o'taman, orada ko'pchilik ekspertlar paydo bo'lib qopti. Ya'ni akkaunt ochganingizdan keyin 7 kun kutishingiz kerak degan. Hech qanaqa amerikanskiy akkaunt ochganingizdan keyin siz o'sha kunning o'zida ham video qo'ysangiz bo'ladi. Hech qanaqa 3 yoki 4 kun kutishingiz shart emas. Bu prosta yolg'on barchasi. Xo'p, bu yerdan keyin email yozamiz. Birinchi xohlagan isminglarni yozasizlar. Yozasizlar, familiya ham shart emas. Yozsanglar yozinglar, bo'lmasa ham shart emas. Misol, o'zingizlarni, yilinglarni yoki boshqa yilni qo'yinglar, faqat yilga mana shu god deb qo'yibdi. O'shanga 2000-yildan pastini qo'yinglar. Maslahatim, sababi 2000 dan balandini qo'yadigan bo'lsanglar, monetizatsiyada problema bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerdan mujiski qilamiz. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz mana bu yerdan nickname tanlaymiz. Xo'p, misol men buni tanlayman. Farqi yo'q yoki o'zimizni sozdat ham qilsak bo'ladi. Bu yerga esa o'zingizlarni parolinglarni qo'yasizlar. Xohlagan parolinglarni qo'yinglar, faqat yozib qo'yinglar, keyinchalik esingizdan chiqmasin. Keyinchalik mana shu joyda ko'rishinglar mumkin, menga propustit tugmachasi chiqdi. Lekin ko'pchilikda mana shu joyda nomer so'raydi. Nima sababdan? Sababi bitta telefon orqali yoki bo'lmasa bitta kompyuter orqali devaysingizdan ko'p akkaunt ochsangiz, sizdan majburiy nomer so'raydi. Shu sababli sizlarga maslahat berardim. Mana shu joyda hech qanaqangi biron bir virtual raqamlardan foydalanmanglar. Maslahatim, boshqa telefondan ochinglar, faqat IP-siga e'tibor beringlar. Boshqa telefondan Gmail ochib, o'zingizlarnikiga o'tkazib, nastroyka qilsanglar bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Bundan tashqari Uzmobile hamda Beeline sim kartalari ham o'tadi. Xohlasanglar o'shanda ham ochsanglar bo'ladi. Lekin bunga hech qanaqa biron bir xarajat qilish shart emas. Shunchaki boshqa telefondan ochsanglar, sizlarda hech qanaqa nomer so'ramaydi. Bizda keyingi qiladigan ishimiz mana bu yerda tepada akkauntingizning logosi bo'ladi. O'shanga o'tasizlar, upravlение akkaunt Google ga bosasizlar. Keyinchalik bu yerdan личная informatsiya bo'limiga o'tib, mana shu joyga kirib, birinchi emailga bosasizlar va Pastenda deyapman, bu yerda nickname so'raydi o'zingizlarni. Mana shu joyga YouTube akkauntingizlarni nomi qanaqa bo'ladi, kanalingizlarni, o'shani yozishingiz kerak bo'ladi. Misol tariqasida men qilib qo'yaman, farqi yo'q. Endi o'zingizlarnikini yozasizlar bu yerga. Xo'p, yozganingizdan keyin mana bu yerga yil turgan joyga video qilib qo'yinglar. Hammaga ko'rinib tursin, farqi yo'q buni. Keyingi qiladigan ishimiz mujiskoy. Bu ham hammaga ko'rinib tursin, sababi sekret qilib qo'ymaydi. Buni ham foydasi bor, lekin zarari yo'q. Maslahat berardim, 2 bosqichli parol hamda telefon raqam mana shu joyga ulab qo'yinglar. Mana shu joyga kirasizlar, добавить nomer qilasizlar, o'zingizlarning nomeringlarni ulab qo'yasizlar. Bu hech qanaqa problema bo'lmaydi akkaunt xavfsizligidan. Video hali tugagani yo'q, lekin men sizlarga bitta narsani eslatib qo'yaman shu joyda. Shundoq YouTube kanalim buyursa, Telegram kanalim bor. O'shatdan shundoq Telegram kanalimga o'tsanglar, tekin fayllar deysizmi, APKlarmi, Mod Pro versiyadagi ilovalarni hammasini topasizlar. Amerikanskiy YouTube boshqarayotgan bo'lsangiz, 100% kerak. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga juda ham 100% foydasi tegadi. Sizlarni ko'pchilik aldab kelgan asosiy joyga o'tamiz. Birinchi bo'lib To'g'risi studioga kiramiz, kanalimizga. Kanal bo'limiga o'tamiz. Stranani Amerika Qo'shma Shtatlarini belgilab qo'yamiz. Bu ruschada Soединенные Штаты. O'shani belgilayman. Keyin расширение настройкаga mana bu yerga net my kanal детский, ya'ni buni ko'pchilik biladi, o'rgatishim shart emas. Загрузить video. Bu yerga hech narsaga tegmaymiz. Mana bu yerdan esa yozik video. Mana shu joyda Amerikani belgilab qo'yinglar. Angliskiy Soединенные Штаты. Bu yerga ham angliskiy Soединенные Штаты va mana bu yerga hech narsaga tegmaymiz. Bo'ldi. Kategoriyani men sizlarga maslahat beraman. Ko'pchilik yo'nalishlarga mos keladigani развлечение, ya'ni qiziqarli degani. Mana shu ko'pchilik yo'nalishlarga mos keladi. Nima sababdan kanal bo'limiga ключевое слово, ya'ni sizlarga ko'pchilik aytgan, mana shu yerga tegli yozishingiz kerak. Bundan tashqari загрузить videoda avtomatik описание hamda tek ham yozishingiz kerak bu yerga deyishgan. Lekin barchasi yolg'on. Siz bu yerga agarda bitta описание hamda bitta tek yozadigan bo'lsangiz, sizni YouTube bitta algoritmga aylantiraveradi.
umuman videoyingiz bir global reykka chiqmaydi, bir kattaroq bir natija bo'lmaydi. Mana shu natijasi ko'pchilikda natija bo'lmaydi akalar. Mana shu joyga hech qanaqa описание ham kerak emas, tek ham kerak emas. Kanal bo'limiga ham hech qanaqa ключевые слова kerak emas. Bu sizlarga просто yolg'on. Hammasi. Mana bu yerda endi buni сохранить qilaman. Qolgan narsaga tegmaymiz. Shunchaki bu yerdan настройки kanal bo'limiga o'tamiz. Avatarka va banner yasash. Buni ham qanaqa yasashni ko'rsataman. Описаниеga keladigan bo'lsak, iloji boricha ChatGPT dan yozdirmanglar. Kanalingiz tabiiy bo'lmaydi ChatGPT dan yozdirsanglar. Tabiiyroq bo'lishi uchun shunchaki Google Translate ga kirib, o'zingizlar salom kanalimga xush kelibsiz, obuna bo'lishni unutmang deb qo'ysanglar, переводчикka kirib bo'ldi. Hech qanaqa biron bir ChatGPT dan yozdirishingiz shart emas. Xo'p, bizda logo yasash qanaqa yasaymiz? Birinchi bo'lib Queen.ai ga kiramiz. Chrome'ga kirasizlar, Queen.ai deb yozasizlar. Yozganingizdan keyin bunga yozasizlar. Mana bu yerga chatga yozasizlar. Horror Story kanal ochdim. Nomi Zuhi, misol endi nomini shunaqa deb qo'ydim. O'shanga logo uchun prompt yozib ber deymiz va bu yerdan jo'natamiz buni. Bizga prompt yozib beradi. Endi kutib turamiz buni, prompt yozib berishini. Buni kopировать qilib olasizlar. Mana prompt yozib bergan, Ctrl+S qilaman-da, новый chat qilaman. O'ziga generatsiya изображение qilib, birga bir formatni tanlab, bu yerga mana shu rasmni jo'nataman, promptni jo'nataman, bizga rasm yaratib beradi. Yoki ikkinchi variant ham bor bizda, Leonardo AI. AI. Men bunga kirsanglar, sizlarga boshidagi biron bir limit beradi, adashmasam qanchadir limit beradi, 125 ta moneta. Mana shunga kirasizlar, image bo'limiga o'tasizlar chap tomonda. Image bo'limiga o'tganingizdan keyin mana shu joyga o'zingizlar birga bir formatni tanlab, mana shu joyga ham prompt yozsanglar, sizlarga to'liq avatarga yasab beradi. Mana men generate qilaman. Menga hozir to'liq avatarga yasab beradi kanalim uchun. Ungacha Queen.ai ko'ramiz. Queen.ai bizda sifatli qilib bermadi, lekin Leonardo AI da mana ko'rishingiz mumkin. Mana qanday logo qilib berdi. Bu juda ham yaxshi. Bachkan emas. Sizlar ham xuddi mana shunday logo yasasanglar bo'ladi. Bundan tashqari banner uchun prompt ham yozib berdi. Banner ham yasasanglar bo'ladi bemalol. Hech qanaqa muammo emas. Sizlarga kanal ochish bo'yicha to'liq ma'lumot berdim. To'liq ma'lumot oldinglar degan umiddaman. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying.